Hop, assalomu alaykum kanalimiz aziz o'quvchilari. Bugungi testlar tahlilini boshlaymiz. Demak, birinchi test. To'g'ri javob qaysi qatorda berilgan? 8 sentner 36 kilogramga qo'shishimiz kerak, ayirishimiz kerak ekan. 5 sentner 26 kilogramni. Demak, kilogramdan ayiramiz. 36 kilogramdan 26 kilogramni ayirsak 10 kilogram. 8 sentnerdan 5 sentnerni ayirsak 3 sentner bo'lar ekan. 3 sentner 10 kilogram javob bizda A javobda bor edi. Ikkinchi masalani boshlaymiz. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi 12 cm va eni 16 cm. Keling, birinchi to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz. Xo'p, to'g'ri to'rtburchak. Bo'yi 12 cm. Demak, bu yeri 12 cm. Eni esa 16 cm. Keling, buni perimetrini topib olamiz. Perimetr 2 ko'paygan 12 qo'shilgan 16 barobar 2 ko'paygan 28 56 cm. Perimetri 56 bo'lgan deyapti. Kvadratning biz kvadrat chizib olishimiz kerak. Xo'p, kvadratning tomonini toping. Agar bizda kvadratning perimetri ham to'rtburchakniki kabi 56 bo'ladigan bo'lsa, perimetrni 4 ga bo'lsak, kvadratning tomoni kelib chiqadi. 56 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda kvadratning tomoni 14 ekanligi kelib chiqadi. 14 javob bizda C'da. Hop, 3-savolga o'tamiz. 7, 4 va 6 raqamlarini takrorlamasdan nechta uch xonali sonlarni yozish mumkin? Keling, sonlarni yozib chiqamiz. Demak, raqamlar 7, 4 va 6. 467, 476, 647, 674, 746, 764. Demak, jami bizda 6 ta raqamlari takrorlanmaydigan son tuzish mumkin ekan. Bu bizda D javobda bor. Navbatdagi masalaga o'tamiz. O'quvchilar ikkita maydonga pomidor ko'chati ekishdi. Birinchi maydonga ikkinchisiga qaraganda 720 tup ortiq ko'chat ekishdi. Demak, birinchi maydon yuzasi bizda 500 metr kvadrat. Ikkinchi maydon yuzasi bizda 320 metr kvadrat. Birinchi maydonga ikkinchisiga qaraganda 720 tup ortiq ko'chat ekishdi. Demak, birinchi maydon yuzasiga ikkinchisiga qaraganda ortiqroq ekilgan. Ikkinchi maydonga x ekilgan bo'lsa, birinchisiga x qo'shuv 720 ekilgan. Ana endi proporsiyani ishlatsak, 500 ni ko'paytiramiz x ga teng bo'ladi. 320 ni ko'paytiramiz x qo'shilgan 720 ga. 500 x barobar 320 x qo'shilgan 320 ko'paygan 720. Ayiradigan bo'lsak, 180 x barobar 320 ko'paygan 720. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, xo'sh, bizda 1280 chiqar ekan. Bizda aynan birinchi maydonga qancha ekilgan so'ralgan. 1280 ga 720 ni qo'shsam, menda 2000 hosil bo'ladi va birinchi maydonga 2000 ekilgan, ikkinchi maydonga esa 1280 ekilgan. Javob C.
3-chi masalamizga o'tamiz. Demak, uchburchak berilgan ekan. Uchburchak chizib olsak. Xo'p, uchburchakning perimetri bizda 39 ga teng. Uning bir tomoni 13 ga teng, ikkinchi tomoni 16 ga teng, uchinchi tomonini x ga teng. Demak, 13 qo'shilgan 16 qo'shilgan x imiz bizada 39 perimetrni beradi. Jami 29 qo'shilgan x barobar 39 ga teng. X imiz bundan 10 ekanligi kelib chiqadi. Shuning javobi demak 10 ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.